or nomus qurboni. Ushbu videoni mazmunini tushunishingiz uchun oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Sevinch 17 yoshga kirganida uylariga sovchilar kelishdi. Sevinchning ota-onasi qizlarni hali yosh deyishdi. Boshqa bahona qilishdi. Oxiri sovchilar to'yni kelasi yil qilamiz, faqat ishonib qo'yaylik deb qizni fotihalab ketishdi. Bir necha kundan keyin Sevinchning qorni burab og'riy boshladi. O'tib ketar deb o'ylardi, lekin unday bo'lmadi. Oxiri dardga chidolmay onasiga aytdi. "Esing joydami sen qizni? Fotihali qiz kasalxona yurar ekanmi? Ma, og'riq qoldiruvchi dori ich. Shuni ichib yursang o'tib ketadi." Sevinch onasi bergan dorini ichib, sal o'ziga keldi. Lekin og'riq kundan kunga og'irlasha bordi. Dori ham kunda iste'mol qilinardi. Borgan sari og'riq kuchaya boshladi. Dorilar ham kor qilmay qo'ydi. Sevinch yana onasiga aytdi: "Doktorga boraylik, og'riq kuchayyapti" deb. Onasi kechki ovqatdan keyin oila a'zolariga qizini qorni og'riyotganini aytdi. Doktorga uchrashaylik deb Sevinch qo'ymayotganini ham aytdi. Dadasini jahli chiqdi. Birgina qorin og'rig'i deb doktorga borar ekanmi? Qudalar oldida nima degan odam bo'laman? Quloqma-quloq ularning ham quloqlariga yetib borsa, qiz kasal ekan, doktor yuribdi ekan deyishmaydimi? Akalar ham dadasining gaplarini ma'qullashdi. Sevinch dorilarni endi ikkitalab icha boshladi. Mana, bir amallab to'y kuniga ham yetib oldi. Bir yil ichida apteka dorilarni ichib tugatdi-yu. To'y kuni ham bazur chidab o'tirdi. Dori ichishga qo'rqdi. Axir uni dori ichib yurishini bilishsa nima bo'ladi? To'ydan bir hafta o'tib, yotib qolgan yangi kelinni kasalxonaga olib borishdi. Afsus, juda ham kechikishgandi. Oddiy kasal zo'rayib, Sevinchning hayotini yemirib bo'lgandi. Ertasi kuni Sevinch onasining qo'lida jon berdi. "Dada, oyi, mana sizlarning yuzlaringizni yerga qaratmadim, qaddingizni bukmadim. Akalarimni or nomusini deb kasalimni hammadan yashirdim. Endi mendan rozi bo'linglar. Axir turmush qurdim, ortiqcha gap so'zsiz." Sevinch shunday deb jon berdi. Kasalxonani onani faryodi larzaga keltirdi. Shuning uchun oddiy kasal deb hech qachon beahamiyat bo'lmang.